Assalomu alaykum, hurmatli Umidjon Moto Servis YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Armada Muroveyimizga projektor fara bilan tuning qildik. Bir ko'rib baho berib o'tasizlar. Mana stroboskop orqali uni o'zini putlari bor, yonib o'chishlari mana. Avarinka rejimlari ham bor. Xullas mana shunday projektorlar orqali mana yasadik o'zimiz. Keyin buni tumanka projektorlari ham bor. Mana hozir yoqamiz. Tumanka projektorlar mana sariq holatda. Ikki xil rejimda yonadi. Bu ham o'zim sariq holatini ulab qo'yganman, chunki mana bu xudo xolasa oldimizda qish yaqin. Tuman holatlari yo'llarda ko'p uchraydi. Bunga kechqurun yurganda beminnat yordam bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, tumanli fara ancha uzoqlikda bemalol olyapti. Xo'p. Kimda shunday xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, batafsil aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Obod qishlog'i. O'zim skuter murovey ustasiman. Mana shunday yangiliklarni qilib ko'rdik elektromuroveyga. Zaryadlar lekin yaxshi, kamaygani yo'q. Bu Armada muroveyimizga yana bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bitta zaryad bilan hozirgi kunda mana havolar ancha pastlab qoldi. 80-85-90 kilometrgacha yuradi bitta zaryadida. Akkumulyatorlar 65likdan 6 dona. Yurishlari zo'r. Lekin chotki, kimga shunday sifatli texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zim ustaman, nomerimda ham pastda qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli xizmatlar faqat o'zimizda. Sog' salomat bo'linglar.